Instagramda 99% odami hayotini eng zo'r paytlarini rasmga yoki videoga olib qo'yadi. Eng zo'r ovqatlarini yo bitta qizdi hali biqinidan ushlab rasmga tushib, hali meni o'ynashib, men mana shunaqa qizlar bilan yuraman deb maqtanib qo'yadi yoki ko'chada bitta zo'r moshina ko'rib qolsa, hali ballonning ustiga oyog'ini qo'yib rasmga tushadi. Bu yoqda shu rasmini yoki videosini ko'rganlar bor, mashinasi ekan, uni oyog'iga ballonni qo'yib turibdi deydi endi. Oyog'iga ballon emas, balloniga oyog'i bo'ladi, chala quduq. Faqatgina men akalar o'sha haqiqiy hayotda nima bo'lsa o'sha narsani ko'rsatadigan. Mana meni ovqatim. Mana onasini desa haqiqiy mujizlarni ovqati. Akalar, hammamiz oddiy odammiz, hammamiz ishlaymiz ham, kayf ham qilamiz, oltin ham yeymiz. Ana mushu, chuchu deydigan bolalar ham, qizlar ham mana shunaqa qilib yeydi ular ham ovqatni, lekin rasmga olmaydi. Sizlar akalar Instagramda hayotni ko'rib siqilmanglar, ularda hayot zo'r ekan, zo'r ovqat yeydi ekan, zo'r kiyinar ekan. Meni shunaqa tanishlarim